Moskva shahridagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga arzon va sifatli stomatologiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, doktor Hamidullayevichga bog'lanishingiz mumkin. Narxlar arzon, xizmatlar sifatli. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi raqamlardan olishingiz mumkin. Konsultatsiya va rentgen xizmati bepul. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Qozog'iston rasmiylari samolyot qulashi xronologiyasini e'lon qildi. Putin gazni Polsha orqali Yevropaga yetkazib berishni taklif qildi. Isroil Yaman poytaxti aeroportiga havodan zarba berdi. Qurbonlar bor. Lukashenko va Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'ilishida bahslashdi. Tramp Kanada AQShga qo'shilsa soliqlarni 60% ga kamaytirishni va'da qildi. Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'zini o'zi ta'minlaydigan markazlardan biri sifatida namoyon qildi. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 450 metrlik tunnel topildi. Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari fuqarolarining O'zbekistonga kirishini osonlashtirmoqchi. Qozog'iston rasmiylari samolyot qulashi xronologiyasini e'lon qildi. Qozog'istonda qulagan Azerbaijan Airlines samolyotining boshqaruv tizimlari ishdan chiqqan bo'lgan. Ekipaj yo'nalish va balandlikni barqaror saqlab tura olmagan. Qozog'iston transport vaziri Marat Karabayev voqealar ketma-ketligini keltirdi. Dastlabki xabar soat 10:43 da Rostov hududiy dispetcheridan Aktobe tuman dispetcherlik markaziga kelib tushgan. Unda Embraer 190 samolyotini Grozniyadan zaxira aerodromiga yo'naltirish haqida ma'lumot berilgan. Samolyotning boshqaruv tizimlari, balandlik ruli va e'lonlari Qozog'iston havo hududiga kirmasdan oldinroq ishdan chiqqan. Rostov dispetcheri Makachkala va Bakudagi ob-havo ma'lumotlari taqdim etilgandan so'ng ekipaj Aktov shahriga uchishga qaror qilganini xabar qildi, dedi Karabayev. Soat 10:53 da Rostovdagi parvoz rahbari Oktov minorasidagi parvoz rahbariga qo'shimcha ma'lumot yetkazgan. Unga ko'ra, samolyotning yo'lovchilar salonidagi kislorod baloni portlab ketgan. Yo'lovchilar hushini yo'qota boshlagan. Samolyot yetib kelgach, reanimatsiya xizmati so'ralgan. Favqulodda vaziyat xizmatlari samolyot Qozog'iston havo hududiga kirishdan oldinroq uni qabul qilishga shay turgan. Dispetcher kemani aerodromga qo'ndirish uchun barcha zarur harakatlarni amalga oshirgan. Bundan tashqari uchish-qo'nish yo'lagini ko'rishni osonlashtirish maqsadida chiroqlar yoqilgan. Ekipaj Oktov aerodromining uchish-qo'nish yo'lagiga 2 marta qo'nishga uringan. Bunda aviakemaning balandligi tartibsiz o'zgarib turishi kuzatilgan. U qirg'oq chizig'i tomon og'ib ketgan. Soat 11:28 da ekipaj bilan aloqa uzilgan va samolyot yerga qulagan. Oktov aeroportining qutqaruv xizmati voqea joyiga birinchi bo'lib yetib kelgan va darhol yo'lovchilarni evakuatsiya qilishga kirishgan. Putin gazni Polsha orqali Yevropaga yetkazib berishni taklif qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin gazni Polsha orqali Yevropa davlatlariga yetkazib berishni taklif qildi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Putinning so'zlariga ko'ra, Ukraina orqali gaz tranziti bo'yicha shartnoma yangi yilga bir necha kun qolganda uzaytirilmaydi. Moskva har qanday kontingent bilan shartnoma bo'yicha tranzitni davom ettirishga tayyor. Ukraina Rossiyadan tashqari har qanday davlatdan gazni Yevropaga yetkazib berishga roziligini aytgan. Shartnoma yo'q va 3-4 kun ichida uni tuzish mumkin emas. U bo'lmaydi, dedi Putin. U Rossiya hech qachon Yevropa gaz yetkazib berishdan bosh tortmaganini va iqtisodiy masalalarni siyosiylashtirmaslik tarafdori ekanini ta'kidladi. Polsha o'z hududi orqali marshrutni yopdi. U yerda faol marshrut ham bor. Unga hech kim zarar yetkazmagan, hech qanday portlashlar bo'lmagan. U ishlayapti. Faqat tugmani bosish kifoya. Shunda hammasi Polsha hududi orqali o'tadi. U Yamal Yevropa deb ataladi va to'g'ridan-to'g'ri Polsha hududidan o'tadi. Marhamat, ertaga ishga tushiring, biz yetkazib beramiz, dedi Rossiya prezidenti. Isroil Yaman poytaxti aeroportiga havodan zarba berdi. Qurbonlar bor. Isroil armiyasi Yaman poytaxtidagi xalqaro aeroportga havo hujumlarini amalga oshirdi, deya xabar bermoqda Al-Masirah. Aviazarbalar oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, ularning 2 nafar aeroport xodimlari, yaradorlardan biri esa BMTning xususiy samolyoti ekipaji a'zosi bo'lgan. Hodisa vaqtida aeroportdagi bir nechta samolyotga zarar yetgan. Al-Mayadin telekanalining xabar berishicha, Sana aeroportidagi boshqaruv minorasi vayron qilingan. Qator ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Isroil harbiy havo kuchlari Yamanning Hadayda port shahriga ham hujum qilgan. Havo hujumlari Yamandagi xususiy yetakchisi Abdul Malik al-Hutiyning televideniya orqali chiqishi chog'ida amalga oshirilgan. Har ikki tomon rasmiylari havo hujumlari haqidagi ma'lumotni hozircha tasdiqlamagan. 16 kishi jarohat oldi, deya xabar beradi xususiylar nazoratidagi Al-Masirah telekanali. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesus hujum vaqtida poytaxt aeroportida bo'lgan. Taxminan 2 soat oldin biz Sanadan parvozga chiqmoqchi bo'lganimizda aeroport havodan bombardimon qilindi. Samolyotimiz ekipaj a'zolaridan biri jarohat
jarohat oldi. Aeroportda kamida 2 kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Havo harakatini boshqarish minorasi, jo'nab ketish zali va uchish-qo'nish yo'lagi shikastlangan, deb yozdi Gerbesus. Lukashenko va Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'ilishida bahslashdi. Lukashenko va Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi yig'ilishida bahslashdi. Nikol Pashinyan va Aleksandr Lukashenko o'rtasidagi muloqot Rossiyada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari rahbarlarining uchrashuvida bo'lib o'tdi. Unda Armaniston bosh vaziri video aloqa orqali ishtirok etdi. Pashinyan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining Minskda bo'lib o'tadigan navbatdagi yig'ilishida ham xuddi shunday shaklda ishtirok etishini ma'lum qildi. Sizning muammongiz nimada? Minsk sizga uzoqlik qiladimi yoki sizni olib boradigan hech kim yo'qmi? Agar kerak bo'lsa, delegatsiyangizni Minskka yetkazishni tashkil qilamiz, deb so'radi Lukashenko. Pashinyan bu borada allaqachon bayonot berganini aytdi. Biz sizning bayonotingizni ko'rib chiqamiz, deb javob berdi Lukashenko. Pashinyan bunga javoban bayonot qayta ko'rib chiqilmasligini ta'kidladi. Ko'rib chiqamiz, ehtimolsiz masofadan turib ishtirok etishingiz uchun televizor bo'lmaydi, dedi Lukashenko. Agar siz hali ham televizorlar bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz, men buni tushunaman, deb javob berdi Pashinyan. So'nggi yillarda Armaniston va Belarus o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan. Yerevan Minskni Tog'li Qorabog' urushida Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Yozda Pashinyan Lukashenko rahbarlik qilayotgan davrda Belarusga boshqa bormasligini aytgan edi. Tramp Kanada AQShga qo'shilsa, soliqlarni 60% ga kamaytirishni va'da qildi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Kanada AQSh shtatlariga qo'shib olingan taqdirda mamlakatdagi soliqlar 60% dan ko'proqqa pasayishi mumkinligini ma'lum qildi. Agar Kanada bizning 51-shtatimizga aylansa, ularning soliqlari 60% dan ko'proqqa kamayadi. Bizneslari darhol 2 barobar o'sadi va ular dunyodagi boshqa hech qaysi davlatda bo'lmagan harbiy himoyaga ega bo'ladi, deb yozdi Tramp Trust Social ijtimoiy tarmog'ida. Trampning ta'kidlashicha, bu taklif aholisi AQShning bir qismi bo'lishini xohlayotgan Grenlandiyaga ham tegishli. U Daniya orolining Vashingtonga milliy xavfsizlik maqsadida zarur ekanligini ta'kidladi. Tramp shuningdek, AQSh milliardlab dollar sarmoya kiritgan Panama kanalidan noqonuniy foydalanayotgan xitoylik askarlarni ham tilga oldi. Tramp joriy yilning dekabr oyi boshida ilk marta Kanadani AQShga qo'shish istagini bildirgan edi. Ushbu taklif Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan suhbat paytida ilgari surilgan edi. Respublikachi nomzodning tushuntirishicha, agar u joriy etgan 25% lik bojlar Kanada iqtisodiyotini barbod qilsa, bunday holat yuz berishi mumkin. Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'zini o'zi ta'minlaydigan markazlardan biri sifatida namoyon qildi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'zini rivojlanayotgan ko'p qutbli dunyoning mustaqil va o'zini o'zi ta'minlovchi markazlaridan biri sifatida tasdiqladi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburgda bo'lib o'tayotgan Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining tor doiradagi yig'ilishida ma'lum qildi. Birlashamiz, rivojlanayotgan ko'p qutbli dunyoning mustaqil va o'zini o'zi ta'minlovchi markazlaridan biri sifatida o'zini namoyon qildi va jadal rivojlanishda davom etmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi faoliyati savdo va sarmoyaviy ayirboshlashni kengaytirish, ishbilarmonlik aloqalarini oshirish, hamkorlik aloqalarini chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Asosiysi integratsion o'zaro hamkorlik bizning birlashmamiz ishtirokchilarining har biriga real foyda keltiradi, dedi Rossiya rahbari. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sheriklari bilan hamkorlikni qadrlaydi va ishni faollashtirishdan manfaatdor, dedi Putin. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 450 metrlik tunnel topildi. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 450 metrlik neft mahsulotlarini kontrabanda qilish uchun mo'ljallangan tunnel yo'q qilindi. Bu haqda Qozog'iston bosh prokuraturasiga tayanib Kazenform xabar berdi. Qayd etilishicha, bir guruh shaxslar tomonidan Qozog'iston va O'zbekiston chegarasi ortida uzunligi 450 metr bo'lgan tunnel qazilgan. Mazkur tunnel orqali har kuni 5-7 tonna neft mahsulotlari noqonuniy olib o'tilgan. Ushbu noqonuniy faoliyat taxminan 2 oy davom etgan. Hozirda jinoiy guruhning barcha a'zolari aniqlangan bo'lib, ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlari ham davlat chegarasining chegaradosh hududlarida xuddi shunday tadbirlarni amalga oshirgan. Bundan tashqari qo'shni davlatdan eksport qilingan yoqilg'i uchun mablag' o'tkazish sxemasi aniqlangan. Bildirilishicha, ushbu ish doirasida xalqaro jinoiy guruhning Qozog'iston va O'zbekiston hududidagi a'zolari qo'lga olingan. Hozircha mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov ishlari olib borilmoqda. Mirziyoyev YoI davlatlari fuqarolarining O'zbekistonga kirishini osonlashtirmoqchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida kuzatuvchi maqomida ishtirok etdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi.
O'zbekiston Prezidenti tadbir yakunida imzolanayotgan yagona bojxona tranziti tizimi to'g'risidagi bitimda mamlakatning ishtirok etishi, shuningdek bojxona chegaralari orqali olib o'tayotgan tovarlar va transport vositalari to'g'risida elektron ma'lumotlar almashinuvini tez fursatda joriy etish tarafdori ekanini ta'kidladi. Biznesni yanada faol jalb qilish va ishbilarmonlik aloqalarini mustahkamlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ishbilarmonlar kengashining yig'ilishini 2025-yil aprel oyida Toshkent shahrida o'tkazish taklif etildi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasida tizimli hamkorlik qilish muhimligi qayd etildi. Mamlakatimizni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining integratsiyalashgan axborot tizimiga va raqamli ittifoq loyihasiga ulash tashabbusi ilgari surildi. Agar sohada qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini o'zaro yetkazib berishni yengillashtirish, innovatsion agrosanoat loyihalarini amalga oshirish va ilmiy ishlanmalarni joriy etishga qaratilgan kooperatsiya dasturini tayyorlash taklif etildi. Sayyohlik almashinuvlarini rag'batlantirish maqsadida davlat rahbari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari fuqarolarga O'zbekistonga ichki hujjatlar bilan kirish imkonini beruvchi tartibni joriy etishga tayyorligini bildirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi.